Dastlabki traktorimiz MTZ-80 1991-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi holatda. Motor korobka zo'r. Zadniy mostda ovoz yo'q. Ishga tayyor holda deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 70 million so'm. Manzil Samarqand viloyati. Ikkinchi traktorimiz ham MTZ-80 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Holati yaxshi. Texnik holati zo'r. Xarajati yo'q deb ma'lumot berishgan. Narxi 70 million so'm kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Navbatda yana bir MTZ-80 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Motor korobka zo'r. Moy oqqan joyi yo'q. Ishga tayyor holda. Qo'shimcha kultivatsiya bor. Komplekt narxi 140 million kami bor. Manzil Toshkent viloyati deb quyida telefon raqamlarini qoldirishgan. Navbatdagi MTZ-80 traktori ham komplekt sotiladi. Qo'shimcha makka sulas o'radigan apparati bor. Traktorning 4 ta ballonlari yangi. Motor korobka zadniy mostda ovoz yo'q. Garantiya, bomblari ishlaydi. Apparat ham nahado yangi holatda, ishi yo'q. Narxi 13 ming dollar kami bor. Manzil Buxoro viloyatida. Navbatda T28 traktori holati o'rta holda. Ishlab turgan texnika. Motor korobka yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni qo'ng'iroq qilib, traktor egalaridan olishingiz mumkin. Narxi 18 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Yana bir T28 sotiladi. Holati zo'r. Ishga tayyor. Motor korobka yaxshi. Narxi 20 million savdosi bor. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda Belarus 80 ishga tayyor traktor. Motori yangi motor. Korobka remontdan chiqqan. Holati zo'r. Aybi yo'q, ishga tayyor. Pul kerak sotilyapti. Ballonlar yangi holatda. Hamma joyi ishlaydi. Bomlargacha ishlaydi. Teleshka, chizil, plug hammasi komplekt. Narxi 60 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati. Keyingi traktorimiz MTZ-82.1 2023-yil. Motochas 3000 soat. Holati zo'r. Texnik holati a'lo. Narxi 175 million kami bor. Manzil Namangan viloyati deb quyidagi telefon raqamlarini qoldirishgan. Navbatda MTZ-80.1 sotiladi. Yili 2010-yil. Holatida turibdi. Antifrizda yuradi. Hamma joyi soz holda. Narxi 137 million kami bor. Manzil Samarqand viloyati deb batafsil ma'lumot uchun quyida telefon raqamlarini qoldirishgan. Navbatda T28 traktori dori sepadigan apparati bilan sotiladi. Holati yaxshi. Motor korobka yaxshi. Ishlab turgan texnika. Ballonlari ham yaxshi holda. Narxi 50 million kami bor. Manzil Xorazm viloyati. Quyidagi raqamlardan yetarlicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin.